Yanchar quyon qamoqda 19-qism. Yanchar qo'rqqanidan shortigini og'ir qilib qo'ydi. Men hayotimda ko'p narsani ko'rganman, lekin kaltak yeyishdan qo'rqib bunday bejab qo'yishni. Bolajonlarim, endi men sizlarga g'amxo'rlik qilaman. Uxlanglar. Xo'sh, paxan, siz ham yotasizmi? Yo'q, meni doktor ko'proq tikka turing degan. Va nihoyat tekshiruvdan qutuldik. Sher ketdi. Endi mana bu la'nati plakatlarni olib tashlanglar. Xo'jayin, siz dahosiz. Men sizga qoyil qolaman boru. Ahmoq, agar men aqlli bo'lmaganimda shu martabagacha ko'tarilgan bo'larmidim. Hammasi tinchigan bo'lsa, endi jang maydonini hozirlash vaqti keldi. Yaqinda janglar boshlaymiz. Sen borib tozala. Xo'p bo'ladi xo'jayin, bajaramiz. Tozalash vositalari omborxonasi. Parolni teramiz. Bugun hammasini chotki qilib tozalab qo'yamiz. Xuddi boyka kinosidek janglar bo'ladi. Agar siz janglarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, Javohir Sevgi kanaliga obuna bo'lib, barcha videolarni kuzatib boring. Barcha qismlarni ko'rish uchun esa eng oldingi postlarga qarang. Men endi o'zimga yotoq tanlayman. Tepada yotaman. Lekin bu meni joyim. Bu yerda men yotibman. Endi boshqa joyda yotasan. Keyin mana bu shortigini ham almashtir. Lekin mama, Boshqa gap yo'q. Senga bu yarashmaydi. Bu paxanlar shortigi. ha u haq. Senday sharmandalar uni kiyishga noloyiq. Yech uni. Sen dalbayob bo'lganmisan? Menga shu holatida berasanmi? Yuvib ket tezroq. Shu payt yuvinish xonasida. Suvni issiqroq qil. Xo'jayin sovuq suvda cho'milishni yoqtirmaydi. Bo'lmasa bu tog'orini o'zing to'ldir. Aqlli yigit. Men esimni yeganim yo'q. O'tgan safar suvni ichirgani esingdami? Suv issiq. Xavotir olma. Mahbuslar tog'orani qo'yib, boshliqni chaqirgani ketishdi. Va yanchar quyonimiz paydo bo'lib, tayyor suvdan foydalana boshladi. U sharmandalar shortigini astoydil yuvishni boshladi. Hammasi o'ylayotgandir. Yanchar quyon qo'rqoq, yanchar quyon loq. Balki men qo'rqqanim uchun emas, jahlim chiqqani uchun chichib qo'ygandirman. Mamadan qo'rqamanmi? U dev bo'lsa, katta narsalar qattiq yiqiladi. Kutilmaganda suv egasi kelib qoldi. Yanchar tezda devor orqasiga yashirindi. Hatto shortikni ham olishni unutdi. Kuvalda cho'milishni boshladi. Yigitlar, suvga gap bo'lishi mumkin emas. Maza qilyapman. Bo'larkan-u. Ey Shila, biz suvga ko'pik qachon qo'shuvdik? Biz unga sovun qo'shmagandik. Endi ko'tingni qisib, jim kuzat. Ammo birozdan keyin g'alati hid kela boshladi. Men tushunmadim yigitlar. Sizlar zangmi, nima balo qo'shdinglar suvga? Boshliq, suv top-toza ekanligiga aminman. Ha xo'jayin, kristaldek tiniq. Unda mana bu nima? Bu sovun? Jigarrang sovun. Ha, qamoqxonada shunaqa rangdagi sovun berishar ekan. Ko'piklar ketib, bo'q shortik ko'rindi. Agar bu sizlarcha sovun bo'lsa, unda hozir bu suvda sizlar cho'milasizlar.